Men o'zim yaqinda uyda patologini gipsokardondan qildim. Reka olib keldim akalar. Eng qizig'i gipsokardon olib keldim. Endi yana ustidan shpakilovka qilishim kerak, aboy yopishtirishim kerak, rang berishim kerak. 5 tish. Akalar to'xtanglar. 5 tishni endi yig'ishtiramiz. Bitta o'q bilan 5 ta quyonni urasizlar. Hozir ko'rsataman. Ichkariga kiraylikda ketdik mana. Mana u vidni qaranglar, men afsuslanib ketdim uyga gipsokardon o'qiganimga. O'zi ham shunaqa chiroyli chiqqan, chekkalari ham lipkalar bilan bo'lgan. Eng qizig'i bu nima deysizlarmi? Bu natijnoy patolog hisoblanadi. Qo'qonlik akalarimiz natijnoy patolog qilib berishyapti. Bu anatomniy bir xil rangi. Buni ikki xil rangliklari ham bor ekan va hozir men qariyb 15 kun, 20 kun davomida 3 xona uyni bitirish uchun usti ishlatishligim kerak. Bu joy o'sha meni 3 xona uyimni kvadratidan даже kattaroq 2 kunda bitirib berishgan ekan. Buni galagellari borligi uchun muddati uzoq. Agar galagellari bo'lmaganda akalar 1 kunda bitar ekan. Usta haqqini, ustani abetidan o'zi ancha pul ekanini qilib qoldilar ekan. Endi hozir men sizlardan kadrda olaman-da, usta akamiz bilan birgalikda obzor qilib berishni boshlayman. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Bu nima qilyapsiz? Mahmudjon demaysizmi? Men qarang shuncha vaqtimni ketkizib yuribman, aka. Xo'p, obyekt qanaqa bo'lgan? Soqalari qanaqa bo'lyapti, aka? Bu obyektimizni 130 kvadrat obyekt. Buni shu balla 2 kunda tugatishdi. Jarayonini. Aka, bu nustralar hozir ana natijnoy patologiya ilinib turibdimi yo? Buni tishi o'zini maxsus kalsosi bor, o'sha kalsosini yopishtirilgan krючоgi bo'ladi. Krючоgi o'sha elektr akalarimiz tishib ilib pishgan. Bularchi bular. Mana galagen. Bular ham xuddi shunaqangi. O'zini o'sha tagida maxsus taxta tayyorlanadi, buni tagiga o'sha taxtasini moslab, ana shunaqangi reles deyiladi. Shu relesga moslab nima qilingan? Buni ham shu kalso bilan teshib, shu holatda o'rnatilinadi. Xo'p, aka, uyda patolog qismini mana to'sin tashaldi. To'sinmi bunaqa masalasi tashlaydi-ku uyga. Ustiga vassalli loyda bosdi, ash holatda turibdi. Borib tortib berasizlar natijada. Tortib beraveramiz, faqat tosh, qandaydir bir qum-pum tushiriladigan bo'lsa, unga o'sha bo'z yoki dalilani bir yaltiroq narsa bilan bekitib qo'yish kerak. Undan oldin bo'z tortib bersa yaxshi. Ha, bo'z tortib bersa yaxshi bo'ladi. Aka, sizlarni chaqirgandan keyin ag'iga patologiya usti ishlatmaydi, bo'ldim bitadi. Yo'q, ana shu holatda bitadi. Hech nima narsa talab qilinmaydi. Tushunarli. Endi aka, hozir mana Qo'qonda turibmiz, obzor qilyapmiz. Qo'qondan boshqa joylarga bo'lib qolsangiz mana. Qoraqalpog'iston, Navoiy, Buxoro, Samarqand, Toshkent. Qoraqalpog'iston, Toshkentga boraveramiz. Qoraqalpoq, Toshkent, Qashqadaryo joylariga biz shu materiallarni yetkazib beramiz. Shu natijada nima narsasi kerak bo'lsa, aksesuarlarni shularni yetkazib beramiz. Ustalarichi o'rganaman deydiganlarga o'rgatamiz. Shu nima narsa kerak bo'lsa, materialini, boshqasini, joyini o'lchab berishadi, masalliqni tayyor qilib beramiz. O'zlari tikib, tortib olishini oladi. U tomonga ham yurilaveradi. Deb qo'ydinglar shuni. Yo'q, to'g'ri tushunishadi. Buni plintusini qatirib turib, nima qilib bersa bo'ldi. Tortib olinadi. Uni misol uchun sizlar video vizitni o'rgatib bersalaringdan bo'laveradi. O'zi 12 ta viloyatda natijada patolog ustalari ham bor. Ustani chaqirib xizmat ko'rsatilsa ham bo'laveradi. Endi hozir aka 2 kunda bitirib berishgan. Narxlari qanaqa bo'lyapti? Narxlarni shu aka 70 mingdan 90 minggacha qilyapmiz bunaqangi holatlarni aka. Bu qanaqa holatda hozir? Buni hozir shu beton holatlarligi uchun o'sha ichki summasi 75 mingdan qilingan aka. 80 minggacha qilinadi. Shunaqa holatda bo'ladi. Buni hozir bu bir xil rang, xuddi shunaqangi bir xil anatomiyda yana necha xil rangi bor sizlar? 60 xil rangi bor. 60 xil. Qolaganini qilib beraverasiz. Qilib beraveramiz. Tushunarli. Endi yana qanaqa varianti bor buni? Boshqacha? Boshqacha variantlar endi shularning gulliklari bor. Pechatnoy deyiladi. Shu pechatlari bor aka. Bu pechatlari shu bunaqangi bas gulli bo'ladi. Mana shunaqangi reles qo'yib, mana shunaqa holatda qilsa bo'laveradi ularni ham. Uni narxi qanaqa bo'ladi aka? Ularning narxlari 120 mingdan 150 minggacha qilyapmiz, holatiga qarab. 120 mingdan 150 minggacha. Misol uchun birorta rasm tashlashsa o'shani ham chiqarib beraverasiz? Chiqarib beraveramiz.
yoki uylar dizaynini aytsa, shunga qarab dizayn qilib beraverasiz. Ha, dizayniga qarab ham chiqarib berinaveradi. Xudo xolasa. Endi mana akalar o'zlaringiz bitta ko'ringlar. Boshida aytganimdaqa 5 tish qilmaysizlar-da, bitta tish qilasizlar. Buni bitta ikkinchi ishi bor ekan, aka. Chekkasiga Euro remont ustasi lipga yopishtirib bersa bo'ldi. Ha, aka, shu biz natijnoy qilib bo'lganimizdan keyin, natijnoydan keyin tagiga shu pukini aylantirib berishadi, aka. Bo'ldi. Shu bilan bo'ldi, aka. Patolog masalasi tugaydi. Ekranga usta akamiz telefon raqamlarini yozib qoldirdik. Aka, ofisingizga tashrif buyurmoqchi bo'lganlar, ishingizni ko'rmoqchi bo'lganlarga manzilni tushuntirib bering. Bizniki Qo'qonda Novoy Massiv Malina svetofor yonida, aka, manzilimiz. Ekranda raqamlarga aloqaga chiqib, joylariga borsalaring bo'ladi. Joyda o'sha pechatnoylarni kerak bo'lsa gaplashib, obyektlaringni o'lchab, chiroyli qilib akamlarni o'zlari qilib berishadi. Aka, vaqtingizni oldim, vaqtingizga rozi bo'lasiz. Yana bitta narsa esdan chiqdi, Grillato degan yangilik bor. Bu ham bormi sizlarda? Bor, Grillatoyimiz ham bor. Bu Grillatoni ham yaqinda shu o'zi olib kirdik. Grillatoni bitta ikkita joylarda qildik. Xudo xolasa sizga ko'rsatamiz. Bitta ko'rasiz. Inshaalloh. Uni narxlari qancha примерно? Ularning narxlari $12 dan $14,5 bo'lyapti hozirgi kunlarda. Bo'ldi. Ekranda telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Yana qolgan ma'lumotlarni akamiz o'zidan olasizlar. Rahmat aka. Endi mana haqiqiysi sog' bo'ling.